Assalomu alaykum. Hurmatli bizning kanalimiz qatnashchilari, salomatsizlarmi? Bugun 2021-yilning 10-yanvari bozor bahsi aka. Biz Uchqun mol bozoriga keldik. Sizlarga Jayma bozordan ma'lumot berib qo'yaylik deb turamiz. Mana bu yerda produktda har turli narsalar chiqibdir. Olmaning kilogrammi qanchadan oldi aka? 20 so'mdan olmaning kilogrammi. Taksekin mol joqlardan to'xtor da chiqibdir. To'xtordan ma'lumot beraylikchi. To'xtor seniki uka? To'xtor. Qancha so'm? 800 aka. Mana 800 so'm ha? Xo'roz qancha? To'g'ri, to'g'ri. Xo'rozlar aka bular. Ha, xo'rozmi? 800 dan 3 ha? Mana qancha? Mana qancha so'm? Bu 2000. 2000? 2000 so'm. Mana. Qanchadan to? 2000 so'm. Nasıl o'zi 2000? Sekin bunday. Ko'raylikchi, mana bu yerda boshqa vaqtlar sizdan aka. Qancha so'mdan? Arqil tangdashini arasın. Tangdashini qarab, har turli nimalar chiqibdir. Uchqun mol bozorida o'z to'g'anlar. Baytinkeler. Mana bu yerda Drabilka turadi. Drabilka qancha so'm ava? 15 kam bor. 15 000 so'm. Siz jasab sotasizmi? Nomer aytilasizmi, telefon nomeringizni? Qanchada? Nomeringizni ayting. 56 dan 556. 0556 33 33 89 89 12. 12 nomerlerini çalıp ushul Drabilka gerek bo'lsa sotib olsangizlar bo'ladi. Yo'q, men Nalderse but kiyimdir. Bozor bahsi aka. Bu ne aka? Çöp qirqqich. O'zingiz jasadingizmi? Bosi 2,5 ming so'm. Paya çöp söp 40 o'rayotganda, ha? Paya cho'p, dedi. Jasab sotasiz. Nomeringizni aytaverasizmi? Ayting. Nomerim aytmay qo'ying. Hem klientlar qiziqqanlar bo'lsa chalib söylashadi-da. Zvezdovkada sayti. Aytavering chalib, aka bunday kerakli deb. 0779 20 72 14 nomerlerine çalıp eğer ushul buyum sizlerge gerek bo'lsa hozirgacha aytib o'tgan nomerlarga chalib söyleshaverasizlar. Bu gaz balondan jasagan o'xshaysa? Gaz balondan jasabdir. Mana. Tak, teşe, peşe, mayda chuda. Araba qancha so'm ekan? 3200 so'm. Guruchning kilogrammi qancha bo'ldi aka? 65 so'm guruchning kilogrammi. Dakan kimdan ekan? Sizdanmi? Mushtash turganmi? Mushtash turgansizmi? Yutqanmi birdaka? Ne yutqan? Tay yutqanmi? Ushul dakan qo'ros bosi 2,5 ming so'm ekan. Urushib tay yutqan ekan. Mana. 2,5 ming so'm. Tak, kanalda aka. Qaysi kanalda? Bozor bosi. Qanchadan to'q ukam? 800 so'mdan bu. To'q qancha? 800 so'mdan. To'q. Mana. Tuxum to'g'ri? Ya, xo'roz bular. Xo'roz. Ha, xo'rozmi? Yo'q o'tang, neda paroda buning? Brama. Brama. Mana bu yerda dag'i bir Drabilka turadi. O Drabilka sizdanmi? Puli qancha so'm? Jasab sotasizmi? Telefon nomeringizni ayta olasizmi? Ayting. Bütçe çıkarma ben gerek emas. Ha, kerak emasmi? Bir o'zim dalg'izimda uspet qo'yam. Otam chalaverib to'g'ri. Bunday zakaz qarab olaverasizlar. Nomeringizni aytib qo'ying. Ahvolga qarab. Ha, sastena qarab. Meni o'g'lim bunday deb. Qo'yam men odamda to'g'ri bo'ladi. Men bir juma. Ha, mayli. Bosin qancha dedingiz buni? 18 ming so'm ushul Drabilka. Bunasichi? Ya mushak 2-1. Yo'q, 1mi? Yo'q, 1 ekan. Mana, yo'q, 1. Tak, sekin. Mana bu yerda janag'i biz ko'rgan narsani cho'ng bor ekan. Bosi qancha hali? 4000 dan. Cho'p 40qich. Jodi. Libbo'yin 40 da? Libbo'yin 40. 4000 so'mdan. Telefon nomeringizni aytasizmi? 0771 81 31 28. Ushul akam jasab sotadi ekan, ha? Tak, dag'i sekin, mana bu yerda ulontamiz. Yo'q. Guruchning bosi qancha bo'ldi aka? Kartoshka qancha? 120 guruch, kartoshka 30 dan, piyazchi? Piyaz 18. Tak, olma aka. Olmalar 50 so'mdan. Mana bu yerda dag'i
Drabilka o'xshaydi, ha? Sizniki baba? Ha, ben tapdim. Qancha so'mdan bos? 6,5 ming, 9 ming. 6,5 ming, 9 ming, ha? Arzonroq ekanda. Ana motori 5,5 kilovat. Motori 5,5 kilovat. Narxi qancha? 3 kilovat. Cho'nduqi 5,5, kichkinaligi 3 kilovat. Aha. Jasab sotasiz. Telefon nomeringizni aytaverasizmi? Aytib qo'y. Ayting. 0225 0225 92 92 83 83. 83 83 nomerlerini çalıp baylanışıp uşunday sizlerge uşul drabilka gerek bolsa çalıp söyleşeverasizler. Tak. Mına alacaklarda da mına alacakda cadılar turat. O sizden mi? Qancha ekan puli? 1800 ödep kemek berserek. 1800'den de otatken. Sizden mi aka? 1800 so'mdan. Jasab sotasizmi? Telefon nomeri aytaverasizmi? 0555 32 32 00 nomerlerine çalıp baylanışıp uşul drabil neme cadı sat olsаңыздар болот. Так, sekin biz Ulantaveraylikçe bozor bas aka. Guruçtun bası qancha oltat? 110 so'mdan 130 so'mgacha. 110 so'mdan 130 so'mgacha hozirgi kunda guruçtun balari. Daha sekin. Mal berdi. Olmalar qanchadan bo'ldi aka? Qancha so'mdan qancha so'mgacha? Kilogrammi 100 so'mdan? Paket 100 so'mdan. Qancha kilogramdan paketda qo'ydingiz? 5 kilogramdan paketda qo'ydingiz, ha? Tak, sekin ulantaylikchi mana bu yerda but kiyimdir, o'tuklar turadi. Necha o'tuklar qancha so'mdan? 1300'den. 1300 so'mdan, ha? Kami var. Kemi bor. 1300 so'mdan kemi bor. Tak, mana formalar. Mana yoqlarda sekin ko'raylikchi. Aka, guruch qancha so'mdan qancha so'mgacha? 120 dan boshlab 25 so'mgacha. 25 so'mdan 120 so'm. 25 so'mdan boshlab 120 so'mgacha guruchlar. Hozirgi kunda balari. Mana bu yerda Şapka var ya, şapka var. Şapka. 50 so'm, 100 so'm şapka. 50 so'mdan 100 so'mgacha shapkalar mana Jayma bozorda. 50 so'mdan kelgan buna. Uchqundamiz tug'anlar. Soda жақшыда. Olmalar qanchadan bo'ldi ejra? Qancha so'mdan qancha so'mgacha? So'mga 3 kilo, 5 kilo, 6 kilogramdalar. Zaltoy kirim. Hozirgi kunda olmalardan bolalari uqdingizlar. 5 kilo, 6 kilo. 5 kilo, 6 kilo. Mana Noqatlı shirin almalar. Noqatdan olmalari. Noqatdan bo'lasiz peja? Ova. Noqatdan bo'lasizmi? Şapkalara 50 so'm. Qattiq suvini ichgan yaxshi almalar. Möngünün suvini ichgan yaxshi olmalar deydi. Xatni olsang noqatdan qiynalmaysiz, noqatdan deb shuni aytaddim da. Bunaka. Guruchning qanchadan bo'ldi? Yoshlar bolar edi. Guruch qanchadan bo'ldi, ha? O'shaning narxlarini yozib qo'ydik. Nol guruch 115, 130, 120, 110, 120, 65 so'mdan. O'zgonning guruchlari bular? O'zgondi guruchlar. O'zgonning guruchlari. O'zgonning qizlari o'rtkolat deydi, ha? Mana. Sekin ko'raylikchi. O'tibdir. 350 so'mdan deydi. 350 so'mdan. Mana bu yerda rosa рабочий formalar turadi-ku. Onda bo'ladi. Aka, рабочий formalar qanchadan bo'ladi? 650 so'm. 650 so'm qaysinisi? Har turli-da bu yerda. Har turli. Har turli. Qaysinisi 650? Turuga. Na North Face qancha so'm? 2000. 2000 so'm. Na, rosa formaning yaxshilari. Nima, o'tuklar qanchadan bo'ladi? O'tiklar arganda 2000 dan boshlab 3000 ga dara. Forma qancha ekan? 2000 dan boshlab 3000 gadir. Tak, mana bu yerda Bize sezonli. baliqlar kimdan ekan? Sizniki o baliqlar. Kilogrammi o. Baliqning kilogrammi 350 so'mdan ekan hozirgi kunda. 150? 150 sizdanmi? 150 so'm. Tak, sekin. Mana bu yerda nimalar turadi? Bushni, bolgarkalar. Kimdan ekan bunalar? Qancha so'mdan qancha so'mgacha bular? 5000 dan 5000 dan 4000 gacha. Bordig'i ishtaydi. Bordig'i ishtaydi ekan buna. makitalar var ona. Makitalar deydi. İşte tuttuk. Tak, sekin chekidan ko'raylikchi.
Al жерде кайсы? Al жерде eski buyumlar. Biz чыгарылышыбызды ушул жерде аяктайлы туугандар. Сиздер жайма базардан маалымат алыңыздар.